Orqadagi manzara qara. Oldi ham qaranglar. Hamma manzara chiroyli bitta. Atrofi ham, ichkari ham. Qumson sanatoriyasida yozgi mavsum avjida. Eng yaxshi ko'rgan kottejlardan biri 17-kottej. Nimaga yaxshi ko'raman? Atrofi mana daraxtlar bilan o'ralgan, soya salqin. Orqasida esa tolaga vid ochiladi. Shunaqa gaplar. Yozda ulgurmaganlar, joy bo'lmaganlar albatta sentyabr, oktyabrda kelinglar. Zo'r baxtli mavsum bo'ladi, baxmal mavsum. Maza qilasizlar.